Assalomu alaykum YouTube kuzatuvchilari. Sizlar bilan har doimgidek yana Komiljon Uz. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumanida bir dona 8 oyga to'lgan simental sigirimizni. Aziz obunachilar, bugun hafta kuniga chorshanba 19 mart 2025-yil. Mana sekin ko'raverasizlar. Hozirda ham sut berib turibdi. 10 tamidan 15 tani orasida. O'zi sutdan qaytish vaqtiga kelib qoldi. Tuqqandan keyin 20 ta 25 ta bolasidan o'tkazdirib, indamay sut berib turgan mol. Toza avstriyskidan boqaman deganlarga. Ama shoxi bor, baylashga udobni. Ana nuqsoni yo'q, dog'i yo'q. Xudo xolasa bir oydan keyin mana tug'adi. Buni narxiga keladigan bo'lsak, 48 million so'm narx aytyapmiz. Kami bor, bemalol telefon qilib so'raverasizlar. O'zbekiston bo'ylab dastavkasini ham gaplashaveramiz. Dastavka ichida. Nomerlarni qoldirib o'tamiz. 99lik 142 04 08. Uchinchi qoringa mana bo'g'oz, xudo xolasa. Sigirimiz yoqqan bo'lsa, bittadan like gumillatib qo'yasizlar. Obuna bo'lmay kuzatayotganlar bo'lsa, obuna bo'lib qo'yasizlar. Komiljon Uz kanalini kuzatishda davom eting. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.